Tish og'rig'idan xalos bo'lgan odam o'zini yengil his etib, kayfiyati ko'tariladi. Bu holatga biz kundalik hayotimizda, ayniqsa stomatologiya klinikalarida ko'p bora guvoh bo'lamiz. Insonlarga ana shunday baxt hadya etish maqsadida ilmiy izlanishlar olib borayotgan yosh olimlarning faoliyati e'tiborga molikdir. Muxbirimiz mazkur yo'nalishdagi davolashning yangi usullari haqida so'z yuritadi. O'zbekiston olimlari tomonidan har yili 4000 dan ziyod ilmiy ish, jumladan 100 dan ortiq monografiya, darslik va o'quv qo'llanmalari, 2000 ga yaqin ilmiy maqola va boshqa ilmiy mahsulotlar chop etiladi. Ushbu nashrlarning mualliflari orasida yosh iqtidor egalari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Bolalarda tish fissura kariyesining oldini olish va davolash ushbu dolzarb mavzu yosh olim Baxtinur Xudanovning doktorlik dissertatsiyasida batafsil aks ettirilgan. O'zining 32 yoshida fan doktori ilmiy darajasini egallagan Baxtinur yurtimizda bu borada amalga oshirilayotgan tinimsiz jarayonning faol ishtirokchisidir. Stomatologik kasalliklarni kelib chiqishi ham butun organizmni kasalliklar, hazm qilish sistemasi, qon tomir kasalliklari sistemasi, barcha a'zolar kasalliklariga ta'sir ko'rsatadi. Demak, bu shunisi bilan muhimki, erta oldini olish bilan biz butun bir tizimni kasalliklarni oldini olgan hisoblanamiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, oddiy tish kariyesini davolamaslik orqali uni keyinchalik mana tishni nervini yallig'lanishi pulpit deymiz, undan keyin periodontit, absses, flegmona deydi. Bu o'sha yuz jag' sohasini yiringli yallig'lanishi bilan kechadigan shishlarga olib keladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, og'iz bo'shlig'i kasalliklarini oldini olishda bolaning 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan davrdagi sut tishlarini sog'lom saqlash nihoyatda muhim. Chunki ulardan keyin chiqadigan doimiy tishlar sut tishlar holatiga qarab kariyesga beriluvchan yoki beriluvchan bo'lmasligi mumkin. Tana sihatlikni asrashga yangicha nazar, yangicha yondashuv qahramonlarimizning ko'plab xalqaro tadbirlardagi ishtirokida ham ko'zga tashlanmoqda. 2012-yilda Germaniyaning Heidelberg universitetida malaka oshirish ilmiy ish yuzasidan xizmat safariga borib keldim. 2013-yilda Yevropa Kardiologiya assotsiatsiyasi grantini yutib oldim va Angliyada bo'lib o'tgan kongressda ma'ruza bilan ishtirok etdim. 2014-yil Germaniyada, 2015-yil Belgiya, Gollandiya, Koreya davlatlarida xizmat safarida bo'ldik va u yerda ilmiy ish yuzasidan ma'ruzalar qilindi. O'sha joydagi jahonga taniqli bo'lgan kardiologiya, stomatologiya yo'nalishidagi olimlar bilan tajriba almashildi va yaqinda 2015-yil noyabr oyida Koreyan Yonsei universitetida tashkil qilingan stomatologik kasallik profilaktikasi yo'nalishiga bag'ishlangan keng qamrovli konferensiyada O'zbekiston nomidan ma'ruza bilan ishtirok etib keldim. Intilgan albatta imkon topadi. O'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish yo'lida va shu orqali eng katta boylik, salomatlikni saqlashda zamonaviy usullarni tatbiq qilayotgan yoshlar soni bugun bundan da ko'p.